Smartphone ham eshitmaymiz ekanda endi. Qashqadaryoga kirishdan Samarqand chiqishda postda bitta smartfonimizga yozib beryapti. Blogerman. Bloger. Ha. Haydovchi qilmaymiz, bloger yo'lda bizda. Mayli, yozavering, xohlaganingiz yozing. Tutmush post bilan. Yo'q joydan yozib beryapti. Qoida buzarlik. Qoida buzarlik qilmadimmi hech qanday o'zimga. Hammaga xudo bor kamanda. 2 amaldagi yo'l harakat qoidalari 12-bandni buzib kelyapsiz. Qanday buzaman? Qani siz ko'rmadingiz, smartfon. Ayb yo'q. Keling-da kamanda, keling. Rostdan hozir shuni aynan shu dokumentda shuni hammada bor. To'sing hamma mana shu o'tayotgan 30-70 to'sing javob beraman, shunaqa smartfon bor hammada. Haydovchini ma'muriy huquqbuzar deb topish shu qadar oson ishga aylandimi? Haydovchini aybini isbotlab berishingiz shart emasmi, janob inspektor? Shaxsan men boshqarayotgan transport vositasini salon qismiga 13-14 dyuymdagi monitor o'rnatilgan. Hozir ko'rsataman. Ushbu monitordan xohlasam media markaz, xohlasam navigator, xohlasam shunchaki texnik boshqaruv paneli sifatida foydalanishim mumkin. Amaldagi yo'l harakati qoidalarining 12-bandi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.2-moddasida transport vositasini boshqarish davomida ushbu monitorlardan teledasturlar yoki videolarni tomosha qilish maqsadida foydalanish taqiqlangan. Ya'ni bu bandlar bilan, bu modda bilan haydovchini javobgarlikka tortish uchun ana shu shartlar buzilgan bo'lishi kerak. Ya'ni siz transport vositasini boshqarish davomida ushbu monitorlardan teledasturlar va videolarni tomosha qilish uchun foydalangan bo'lishingiz shart. Inspektor esa bu holatni aniqlashi kerak. Ya'ni shunchaki salonda monitorni borligi ana shu band bilan ana shu modda buzildi degani emas. Siz isbotlab berishingiz kerak. Agarda isbotlashingiz shart bo'lmasa, unda kechirasiz, butun O'zbekistondagi 80-85% transport vositalarini shu modda bilan javobgarlikka torting. Salonda monitorning borligi asos bo'ladigan bo'lsa, unda butun O'zbekistonni jarimaga tortinglar. Kechirasiz, kodeksda ham, amaldagi yo'l harakati qoidalarida ham shart bor. Agarda transport vositasini boshqarish davomida siz video tomosha qilib ketayotgan bo'lsangizgina javobgarlikka tortilasiz. Iltimos yaxshilab o'qinglar, gap ayrim yo'l patrul xizmat xodimlariga tegishli. Kodeksni ham, amaldagi yo'l harakati qoidalarining mag'zini chaqinglar. Qonunlarni mag'zini yetarlicha chaqmasdan haydovchilar hamjamiyatini ommaviy e'tiroziga sabab bo'lib qolmanglar. Kuninglar yaxshi o'tsin, salomat bo'linglar.